Yo, вообще tushunmayapman. Ofitsiantimdan boshimga chiqib aytgan narsang olib kelib berayotgan bo'lsam, jin turishini qara buni. Otang restoranimi bu? Ha, otasining restorani. Xo'jayinning o'g'li. Sani deb ishdan ham haydaldik. Endi ish topish kerak. Seni bilmadim-ku, men topib qo'yganman. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani qilaman. Zo'r bo'lyapti ekan. O, kreditga aralashma. O, kamida 4 million kredit to'laysan har oyiga. Mashina bo'lsa, o texnika buzilishi bor. Unga o'rtacha 1 millionga ketadi. Tasavvur qil. O'zing yeb icharing, kiyinaman desa, unga 3 millionga ketsa, 8 million. Bir oyda 8 million topa olasanmi? Nima ishdan haydab yubordi hozir? Yo, bitta brat keldi boya. Aka, onamga go'sht olib borishim kerak. Mol go'shti bering. Qo'y go'shtiga onam davleniyasi bor dedi. Ha, biz mol go'sht sotmaymiz-ku. Bilarkansan nima uchun haydalganingni? Sani deb